Barchaga hello obunachilar. Bugungi videoda biz oltin ferma quramiz. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Birinchi navbatda o'zimizga mos blokdan olamiz, o'zimizga yoqqan. Menga bu blok yoqadi va obsidian olamiz. Bu bedrock versiya uchun, telefon uchun. Telefonda o'ynayotganlar bu videoni ko'rib bitta like bosib qo'ysa arziydi. Keyin oynaga olamiz. Mana bu yerda 1, 2, 3, 4 blok ko'tarilib, 5-inchisi obsidian bo'lsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, sanamasangiz ham bo'laveradi. Tenglashtirib uchun. Xo'p, ana bo'ldi. Endi pasini yopib chiqamiz bunday qilib. Bizga mana bu kerak bo'ladi. Keyin mana bu keyin ozgina suv. Endi dispenserda bunday qo'yib, dispenserda bunday qilib, bu yoqqa ikkita blok, bu yoqqa bitta buni qo'ydim. Ana. Endi bu yoqqa bitta qo'ysak, keyin bu yoqqa suv solamiz. To'g'ri qilinglar, xuddi men aytgandek qilinglar. Ovozini sabasatay. Hozir chiqmadim hali bironta. Bo'ldi, tushundik. Mana shunday turadi. Bo'ldi, endi bularni ham buzib tashlamiz. Endi mana bunday qilamiz. Bitta blok bunday qo'yib, xuddi bunday men aytgandek qilinglar. Bunday turib, bunday qilamiz. Qilganimizdan keyin bitta yo'q. Bunday qo'yib olib turib, buni buzib tashlaymiz. Buni bunday qo'yamiz. Bunday qilamiz. Obunachilar xuddi shunday qilinglar, bo'lmasa o'xshamay qoladi. Men ham bir marta adashib ketganman, shu bilan o'xshamagan. Xuddi shunday qilinglar. Hop, hop,
hop bo'ldi. Yo'q. Hop 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 hop. Qaranglar, arqadan qaytaylik. O'shaning uchun o'zim aytib qilyapman. Trap duramiz. Xuddi mana shunaqangisdan. Hop 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 hop. Yo'q. Ha. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Ha, endi lava. Yig'amiz. Ana. Mana buni obunachilar zo'r deydi. Bunday qilib ko'ramiz. Xuddi shuni qaytaringlar. Endi men bunday qilib chiqamiz. 2 3 4 blok tepaga 1 2 3 4 blok tepaga. Endi men bunday qilamiz. 3 blokda. Hop 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 hop. Bag'ni ham ehtiyot shart yopib chiqaverasizlar, chunki bag'da ham spawn bo'lishi mumkin. Ana bo'ldi. Ana bu yerga suv quyamiz. Shaderim bor, shuning uchun bunaqa anaqangi ko'rinyapti suv. Sizlarda bunaqa ko'rinmaydi, chunki sizlar shader o'rnatmagan bo'lasizlar birinchisiga. Endi broker glassmeter ordim. Bu kerak. Sandiq olamiz. Varionka. Hoppa. O'raymiz endi. Hop. 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 Xuddi men aytganimdek qilsalaringiz, sizlar ham survival YouTube'ga video yasaganlaringda mumkin bo'lmaysizlar. Xohlaganlaringcha pastga tushasizlar. Mana shuncha pastga tushdim men. Bunday qilamiz. Endi bu yoqqa bitta chest. Tepasini sindirib bundan qo'yamiz. Keyin mana hop berdi. Bunday qilib menga urib qo'yamiz. Qarabski bo'ldi. Ana endi bunday qo'yamiz. Bu yoqqa bitta blok, 2 blok uramiz. Bu yoqqa o'tmasligi uchun bunday qilamiz. Qarabski tayyor olmacha. Bu yerdan bitta mash'ala olamiz. Mash'alani bu yoqqa qo'yamiz. Endi tepaga qo'yamiz. O'zlaringiz zinapoya qo'yib qo'yasizlar, xohlasalar ham qo'yasizlar. Kreativga yuradigan bo'lsalar ham qo'ymaysizlar. Bo'ldi. Keting. Mana bu yerdan chiqasizlar. Bo'ldi. Endi o'sha haligi dispenserni topasizlar. Dispenserning ichiga suv quyasizlar.
Ana. Proje işleyapti. Bugungi video shulardan iborat edi. Like va kommentariyani ayamanglar. Bana bo'lmasa ko'rishguncha xayr.